Bu videoda o'tishda kimsasiz zo'r holda tirik qolishlari kerak. Eng ko'p vaqt davomida bu ishni qilgan inson bo'lsa 150 ming so'm pul mukofotga ega bo'ladi. Hozir men orolga o'tishda jangchilarni chiqarib yuboraman. 1, 2, 3 boshlandi. Qiziq, kim g'olib bo'larkan? Sizlarda atagi 10 daqiqa bor. Shoshilishni maslahat berardim. Musobaqamizning birinchi 10 daqiqasida o'yinchilar bir-birini ura olmaydi, lekin 10 daqiqa o'tgandan so'ng urush tugab bir-birini pachag'ini chiqarib tashlasa ham bo'ladi. Aytib qo'yay, turishdan foyda yo'q, harakat qilishinglar kerak. Siz nega turibsiz masalan, a? Mana Defect X tanliq uchun to'sh aslahalar bor, bu yomon emas. Oldingizda temir ham bor ekan-ku. Temirni kovlang, siz yutasiz. Nima demoqchisiz? Yo'q, qo'lingizdagi nima qayerdan oldingiz? Bu qanday bo'lishi mumkin? Kimdir menga tushuntirib bersin yoki bu odam cheti. Bunday qimmatbaho narsalarni u qayerdan topishi mumkin edi axir? Ha, shunchaki nazarga borib 3-4 soatga olib kelgan shekilli. Orolda PP boshlanishga juda hammos vaqt qoldi. Sizlar esa tayyorlanmagansizlar. Mana nima deyapman? Bu odam endi daraxt cho'pyapti yoki umuman qotib qolganmi? Xo'sh, men PP yonishidan oldin taxmin qilmoqchiman kim yutishini. Masalan, mana bu inson bu axir super muxlis-ku, uning YouTube kanali bor. Bu yerda o'z vaqt berkinib tursa bo'ladi, lekin oxirgacha emas. Chunki o'z vaqtdan keyin orol kichrayishni boshlaydi. O'shanda bu yerda qolganlar o'lib ketadi. Shuning uchun iloji boricha markazga qarab qochishni maslahat berardim. Biz hozir turgan orol vaqt o'tgani sari kichrayib boradi. Shuning uchun o'yinchilar iloji boricha markazga yaqinroq bo'lishlari kerak. Xo'sh, menga umuman notanish bo'lgan random o'yinchilarning oldiga borib ozgina suhbatlashaychi, ularni umuman tanimayman. Nima ishlar bo'lyapti? Gapiringlar. Ukalarim, emiz o'raman, asabga tegmalaring, qarochi. Bu yerda men chempion bo'lish uchun tug'ilganman, idashli chempion bo'laman. Lekin umuman notanish bo'lgan qo'rqinchli yuz sohibi, senda nima gaplar? Men qarochi zo'r Minecraft o'ynayman. Sho'rva pishiryapman hozir. Sizlarning o'zingizlarga bo'lgan ishonchinglar ancha katta ekan, ha, ko'ramiz yutasizlarmi yo'qmi? Agar sizlar mana shu ikkita umuman notanish insonlarni yutishga ishonsangiz, bu haqda hozirroq izohlarni yozib qoldiring. Ko'ramiz yutishadimi? Minecraftning birinchi qoidasi o'z tagingga qarab kavlama. Siz esa hozir buni temir kovlab topdingizmi? Sizda cheatlar yo'qligiga ishonchingiz komilmi? Cruzo. Albatta kimsasiz orolda Robinson Cruzo temir topishi bu oddiy holat bo'lsa kerak, ham mayli. Jumaboy o'zi qayerda? Birinchi o'rin, ya'ni 150 ming so'm uchun kurash olib borayotgan o'yinchilardan biri Jahongir Umar. Ismingiz juda ham qofiyali ekan. Ismingizning o'zidan g'alaba hidi kelib turibdi. Hali qarab turing, siz yutsangiz ham kerak. Agar g'alabangizga ishonsangiz, kallangizda lekilatib qo'ying. PP yondi. Endi o'yinchilar bir-biri bilan jang qila oladi. Mana endi 150 ming uchun kurash qizg'in tus oladi. Endi o'yinchilar bir-biri bilan bemalol jang qila oladi. PP yondi. Endi qo'rqishni boshladingmi? Gapir. ukam PP bo'yicha dunyoda rekordlar qo'yganman. Yaxshi, ko'ramiz. Bugun birinchi o'rinni olib 150 mingni olib keta olasanmi? Mayli, boshqalarni ham ko'rib kelaychi. Mana bu yerda Minecraftda birinchi qoidasi buzilmayapti. Lekin iloji boricha sentrga borishni maslahat berardim, chunki yaqinda orol kichrayishni boshlaydi. Bu axir Minecraftdagi eng kuchli o'yinchilardan biri-ku. Balalar o'ldinglar. Sizdan qo'rqish uchun skindan boshqa narsangiz bormi? Yo'q, 48 ta temir. Bu aslahaga ham, boltaga ham qilishga ham yetadi. Sizdan qo'rqish kerak. Yo'q, gaplarimni qaytarib oldim. Mana bu yerda olmos aslahalisi yuribdi ekan-ku. Qandaysiga olmos aslaha yig'i oldi bu? Qanday 10 minutda olmos aslaha? Yo'q, men buga ishona olmayman. Bu odamning aniq cheatlar bo'lishi kerak. Va o'yindan allaqachon 2 ta o'yinchi chiqib ketibdi. Xo'sh, agar sizda hozir cheatlar bo'lsa, meni yo'q qilib tashlashingiz kerak. Negadir cheatlarni hidi kelmayapti. Lekin qanday olmos aslahalarni olish mumkin edi? Menimcha buni hammasini sandiqdan topib olgan. O'ta omadli odam. Bu yerda kim bor? Hech narsasiz. Bu nima qiliq, bro? Chiqib jang qilsangiz bo'lmaydimi? Bu taktika unchalik ham yaxshi emas. Boya aytganimdek, hali orol kichrayib hammani ezib tashlaydi. Sentrga borish kerak. Bu paytga kelib halok bo'lganlar soni 4 ta. Va bular orasida ming afsuski men yutadi deb o'ylagan odam ham bor edi. Qanday bu holatga tushib qoldingiz? Kelet, jigarimga tekkiz olmadi deyman. 5 daqiqa oldin mana bu odamda olmos aslahalar yo'qmidi? Nima? Meni ko'zimga ko'rindimi? Ha, bu odam ularni nezitgacha kuchaytirmoqchi. Lekin qanday? Kimdir menga tushuntirib bersin axir. Sizlar ham kuchay. Yo'q, sizlarda ham olmos qilish paydo bo'libdimi? Qiziq. Sandiqdan chiqdi. Sandiqdan? Mayli, ishondim. Yo'q, hozir ko'rdim. Olmos aslahalarni qo'qorishdi. Boya 1 yillik omadini ishlatib bo'lganda shekilli edi. Va bu ishni mana bu odam qilibdi. Lekin qanday? Boyagi odamda cheat bo'lmagan bo'lsa, demak sizda aniq bo'lgan. Yo'qsa bu sirli orolda nimalar bo'lyapti o'zi? Cruzo, sizni ham cho'p ketishdimi? Orolda yashash qobiliyatlaringizni ishlatmaysizmi? Nima bo'lganda ham 150 ming uchun kurash yanada qizg'inlashyapti. Men nimani guvoh bo'lyapman? Hozir yomon narsa bo'ladiganga o'xshaydi. To'xtay, siz ham anchadan beri menga o'xshab o'zbekcha ajoyib odamlar bir-biri bilan samimiy o'zbekcha gaplashadigan server qidiryapsizmi? Agar shunday bo'lsa, men sizlarga
Buy Steam'ni taklif qilaman. Bu yerda hamma yoqtiradigan mini o'yinlar, anarxiya, survival, hammasi bor. Ayniqsa Bedwars bu yerda ajoyib tarzda ishlangan. Men ham bu yerda vaqti bilan o'ynab turaman. Sizlarga ham maslahat beraman aytgancha. Serverdagi anarxiyada esa hamma narsa bor. Hududni chegaralaydigan bloklar, donatga islar. Ayniqsa men odamlar chatda o'zbekcha gaplashganini ko'rsam mazza qilib yuboryapman. Va bu serverda meni taniydiganlar ham bor ekan. Agar sizga jangu jadallar boshqalarning bazasini portlatib yuborish yoqmasa, siz shunchaki serverda super puper fermalar qurib, avtoshaxtalarda pul ishlasangiz ham bo'laveradi. Menga ham shunaqasi ko'proq yoqadi. Serverga qo'shilish uchun esa shunchaki mana bu yerda добавить tugmasini bosamiz. Bu yerda xohlasak nomini almashtiramiz, lekin eng muhimi mana bu yerda adres server degan joyda aynan mana shuni yozamiz. Bu ekraninglarda va video ustida bo'ladi. Tayyor tugmasini bosgandan keyin server paydo bo'ladi. Uni ustiga bosamiz va biz serverdamiz. Va mana bu odam videoga tushdi. Aytgancha siz hozir ko'rib turgan videoni ham aynan shu serverda olyapmiz. Albatta kiring, balki Bedwars'da bitta komandaga ham tushib qolarmiz. Birinchi zarba berildi va javob qaytaradimi? Yo'q, qochyapti. Qochadi, ikki kishiga qarshi nima qilsin? Qiziq qochib ketdi. Yo'q, yiqilib o'ldi. Qanday rasvolik bo'lmasa, ye. Bu nima qora tuynukmi? Menda vobshe qotib qoldi o'laman. Yo'q, notanish sen g'alaba qo'zi. Qotib qoldingmi? Yo, men chekishlikka qarab tushib ketdim. Husan, sen ham tuyoni shiqillat maslahat. Haqqoniy emas-ku, men tiqilib qoldim-ku. Qanday sizga turgan odam birdaniga pastga qarab kovlab ketishi mumkin. Albatta agar tagida olmos chiqmasa. To'g'rimi, chetyap? Endi esa hech narsa topmasa qaytib chiqib ketyapti. Menimcha hozir qonli jang bo'ladi. Shu ikkita raqib bitta bular bir-birini ko'rmadimi? Sizlar yo ko'rsizlar yo temsizlar. Menimcha ikkinchisi. 150 ming uchun kurashda odamlar ayyorlikchilarga ham qo'l uryapti. Lekin shuni bilishinglar kerak. Agar oxirga bora olgan taqdiringlarda ham bir-biringlar bilan urushishlarga to'g'ri keladi. Chunki bizning qonli o'yinimizda g'olib bitdi. Bizda tagi 6 ta eng kuchlilar qoldi. Boshini o'tistaydi ular. Bu insonlar oxirgi jang uchun juda ham qattiq harakat qilishyapti. Hamma yerni tagida o'zingizga temir kovlab maslahat sizga oltin o'zi nima kerak? Bu ishtirokchimiz esa bir o'zi jamoalarsiz yana mana shunday ochiq joyda turibdi. Mana haqiqiy jangchi. Zona ishlayapti. Ataga 20 daqiqa vaqtinglar qoldi. Nega bu diktorni yoqib yuborib beraman? Sizlarning ham biron bor shu diktor joninglarga tekkan bo'lsa, like bosing. Bu bayt edi. Baliq. Aksalyotin. Ko'zlarimga ishonmayman. IQ 130. Bular o'zlariga it boqib olibdi. Noqulay vaziyatda teleport bo'ylabki, hozir qochmasam menimcha lava bu odamni yo'q qilib yuboradi. Bu odam paqir yasab o'sha lavani olib oldi. Endi hammani yoqib yuborsa kerak. Muhimi o'zini yoqib yubormasa bo'ldi. Creeper sen nima qilishni bilasan. Hech bo'lmasa bittasini yoyib yuborish kerak. Mana bu odamning joni ko'p ketdi shekilli. Balki bitta ursam yoyilib ketar. Faqat meni urmanglar. Men urishim mumkin, meni urish mumkin emas. Nuraliyev haligacha tirik. Ajoyib. Orqangizda zombi hujum qildi. Hozir yo'q bo'lib ketishingiz mumkin. Hal qildingiz. Ota-onasi qasos solish uchun keldi. Lava sizningcha zombilarga qarshi kechqurun mana shu yaxshi himoya bo'la oladimi? Ular cheksiz paydo bo'ladi-ku. Mayli, boshqa ishchilardan ham xabar olib kelay. Siz esa mana shu yorib keting deganim yo'q-ku hali. Voy, o'zingizni lapangiz hozir o'zingizni yo'qolsa juda ham kulguli bo'ladi. Nimalar qildingiz? Muhimi o'zini yoqib yubormasa bo'ldi. Oroldagi 3 kishi qoldi. 150 mingni kim olib ketarki? Hozirgi PvPda esa Husan yutanimi yoki Usman yo'l lag'atda 2ga 1 chiqishni boshlashdi. Husan senga qochishni maslahat berardim. Xo'sh, qizg'in daqiqalar, men buni qanday izohlashni ham bilmayman. Kim g'alaba qozonadi bu 3 kishidan? Oroldagi 2 ta tergovchi qoldi. Boya aytganimdek, bu oroldan faqat 1 kishi 150 mingni olib chiqib keta oladi. Va bu odam kim bo'lishini sizlarning PvP mahoratinglar hal qilib beradi. Jang! Ikkita do'stdan qaysi biri g'olib bo'lar ekan? Qani jang qilinglar. Men bularni qanday izohlanishini bilmayman. Xo'sh, Usfayn qochishni boshladi. Xo'sh, nega qochyapti? Yo'q, yiqildi. Katta ehtimol bilan Usfaynni mag'lub bo'lishga atagi bittagina zarba qoldi va bu zarba hozir amalga oshadi. Bizda g'olib bor. Jahongir O'mbi.